Karelini skromniy mijozlar uchun navbatdagi yangiliklarimiz kelishda davom etib turibdi. Loropianadan do'ykani ajoyib qilasi keldi qaranglar. Lishli narsasi yo'q, однотонный ishlangan, shunda bir logotiplari tushirilgan varianti bo'ladi. Zavodlar ham akkuratni ishlangan bo'ladi. Bunlar issiqqa o'xshaydi. Plus kishilar ham ko'rishingiz mumkin akkuratni, ya'ni dimom asolib bilinib yotadigan variant emas. Bu ko'rganingiz ustida bo'ladi siniy svetda. Ammo uni trikosona keladigan bo'lsak, inasizlar trikosi. Xullas giygan vaqt komfortni sezib turaverasizlar. Boshqa do'ykalardan farqi qalinroq varianti bo'ladi. Ya'ni hozir ham kiyaverasizlar, qishdan bemalol kiyib ustidan kurtkani tashlab ketaverasizlar. Xohlasangizlar bu yana korishniy rasvetkasi ham sotib olgan. Korishniy endi bilasizlar, bogatый rasvetkalardan biri trikos ham to'shni korishniy ishlangan varianti bo'ladi. Yo'q. Qo'yjolar mana shu skromniy yuring desangiz, ina. Qop-qora o'zi skromniy degan bilan baribir eng bogatый rasvetkalardan biri bo'ladi. Shunday desa, ichida любой rasvetka bilan kombinatsiya tashlab bosib beraverasizlar. Narxi qiziq bo'lsa kommentariyada narx deb yozib qoldiringlar. Dostavka kerak bo'lsa bir telefoninglar.